Hop, 22-chi savol. Benzol va talvoldan iborat 22,5 gram aralashma mol miqdorda kaliy permanganat eritmasiga qo'shib qaynatilganda 13,05 gram cho'kma ajraladi. Dastlabki aralashmadagi benzolning miqdorini toping. Hop, benzol va talvol. Kelasidan iborat 22,5 gram aralashma. 22. Endi kaliy permanganat eritmasi bilan benzol kirishmaydi reaksiyaga, talvol kirishadi. Reaksiyani yozadigan bo'lsak, plus kaliy permanganat suv hosil bo'ladi. Benzoik kislota plus marganez to'roksidi cho'kma kaliy gidroksidi. Endi oksidovchi element marganez plus 7 dan o'tyapti. Plus 4 ga. Endi uglerod qaytaruvchi bo'ladi. Plus 3 ga o'tyapti. Minus 3 dan. Bundagi farq 6. Bundagi farq 3. Qisqarib ketsa 2 ga 1 qoladi. Shunda kaliy permanganat oldiga 2, ya'ni marganez bor joylarga, benzol halqa bor joyga 1 ekan. Bizga shu kerak xolos reaksiyani tenglashdan. Endi cho'kma 174 gram bo'lganda reaksiyaga kirishayotgan talvolning massasi 92 gram. 13,05 bo'lganda qancha desak, hop. Olti butun 9 gram talvol ekan. 22,5 dan 6,9 talvolga tegishli bo'lsa, hop, qolgan 15,6 grami benzolga tegishli